Ma'lumki, kuz-qish mavsumi aholi va iqtisodiyot tarmoqlari uchun elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj keskin oshadigan davr hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda, viloyatimizdagi barcha elektr ta'minoti korxonalari tomonidan ushbu mavsumda barqaror va uzluksiz energiya ta'minotini yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Fikrimizni Xatirchi tumani elektr ta'minoti korxonasi misolida davom ettiradigan bo'lsak, ta'minot mutasaddilari ham aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash, energiya tizimi samaradorligini oshirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash yo'lida izchil faoliyat olib boryapti. Korxonaning asosiy vazifasi tuman hududida elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish, mavjud tarmoq va inshootlarni yangilash hamda zamonaviy nazorat tizimlarini joriy etishdan iborat. Tumanimizda elektr energiyasidan oqilona foydalanish, iste'molchilarga uzluksiz elektr energiya yetkazib berish, yo'qotishlarni kamaytirish hamda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha jadal ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan, Prezidentimizning 330 sonli qarorlar, ya'ni kambag'allikdan farovonlik sari davlat dasturi asosida tumanimizda 2025-yilda 42 kilometr yangi tarmoq, 12 dona yangi transformator iste'molchilarga topshirildi. Hozirgi kunda 2025-yilda 56 ta transformator punkti, 201 kilometr tarmoq mukammal ta'mirlandi. Bunga qo'shimcha ravishda 165 ta transformator punkti va 481 kilometr tarmoq joriy ta'mirlandi. Hozirgi kunda davlat dasturlariga qo'shimcha ravishda 430 sonli qaror asosida yil oxirigacha yana 3 ta mahallamizda qurilishlar olib borilyapti va yil oxirigacha iste'molchilarga topshirilishi ko'zda tutilgan. Angidon mahallamizda 12 kilometr tarmoq, 4 ta transformator yangidan qurilib, iste'molchilarimizga foydalanish uchun topshirildi. 8 ta mahallamizda qurilishlar olib borilyapti. Xususan Polvonota, Saroy, Angidon, Chag'atoy, Uyshun, Qutchi, Kattasoy mahallalarida qurilishlar olib borilib, hozirgi kunda iste'molchilarga yangi obyektlarimiz topshirildi va qurilish jarayonlari hozirgi kunda qolgan mahallalarda ham davom etyapti. O'tgan 24-yilga nisbatan aholi iste'molchilardan kelib tushayotgan murojaatlar hozirgi davrga solishtirganimizda ancha sezilarli darajada kamaygani bilinib turibdi. Tumanimizda kuz-qishga tayyorgarlik ko'rish ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda daraxt liniyalarimizni, tarmoqlarimizni daraxt shoxlaridan tozalash, transformator punktlarimizni har biriga transformator punktlarimizni mukammal ta'mirlab, yangilariga almashtirish ishlari olib borilyapti. Bugungi kunda korxona tomonidan kambag'allikdan farovonlik sari dasturi asosida 7 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududida, jumladan Ko'ksaroy, Oqoltin, Saroy, Kattasoy, Uyshun, Angidon, Qo'rg'ontepa mahallalarida yangi transformator podstansiyalari qurildi va elektr uzatish tarmoqlari orqali aholi, ijtimoiy sohalar, tadbirkorlik subyektlari va ishlab chiqarish korxonalari energiya bilan ta'minlanmoqda. Shuningdek, elektr tarmoqlarida profilaktik ta'mirlash ishlari, avariyalarning oldini olish va tezkor bartaraf etish choralari muntazam ravishda amalga oshirilyapti. Xatirchi tumani Tinchlik mahallasidan o'tuvchi 10 kilovatli shoxobchamiz manan eskirgan simyog'ochlarini yangisiga almashtirish hamda yangi tortilgan tarmog'imizni ishga tushirish ishlari amalga oshirilmoqda. Hamda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish jarayonimizda daraxtlarni urish, daraxt shoxlaridan tozalash liniyani 0.4-10 kilovatli tarmoqlarimizni yangilarini ishga tushirish ishlari ham amalga oshirib kelinmoqda. Hozirgi jarayonda mahalla hududida joylashgan xonadonlarning ichidan o'tuvchi eski tarmoqlarimizni demontaj qilib, yangi 10 kilovatli tarmoqlarimizni ishga tushirish ishlarini amalga oshirib kelmoqdamiz. Hozirgi jarayonda 10 ta xodim biriktirilgan Tinchlik mahallasiga. Bugun eski tarmoqni demontaj qilib, yangisini ishga tushiramiz.
Tumandagi Tinchlik mahalla fuqarolar yig'inida 2505 nafar aholi istiqomat qiladi. Ayni paytda hududga 2 ta yangi transformator qurilmasi o'rnatilib, 6,4 kilometr elektr tarmoqlarini ta'mirlash ishlari davom etyapti. Mana Tinchlik mahallasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Xalqimiz, aholimiz mana shu qilinadigan xizmatlardan juda katta minnatdor. Chunki ilgarigi eski elektr energiyalar xalqimizning talabiga javob bermayotganida, foydalanishga juda yaroqsiz edi. Juda katta rahmat, katta ishlar bo'lyapti. Mana xalqimiz shundan minnatdor. Televizor ko'rish, elektr energiyasidan foydalanish juda qiyinchilik bilan bo'layotganida, yaroqsiz istalbalar, yaroqsiz simlar, mana shular elektr energiyasining kelishini juda katta qiyinchilik bo'lib yotgandi. Hozir mana shu kamchiliklar tuzatildi. Juda katta ishlar bo'lyapti. Katta rahmat. Xalqimiz minnatdor. Qishlar shamol bo'lsa, boshqa bo'lsa, mana shu elektr energiyasidan foydalanish juda qiyin bo'layotganda, hozir mana shu nuqsonlar tugatildi. Tinchlik mahallasining fuqarosiman. Oldin uzilib, chaqmoqlarda chaqmoq urib, qo'rqib yotardik. Hozir yaxshi, Xudoga shukr. Eskilarini olib, yangilarini qo'yib, yangilashdilar. Bolalarimiz dars qilishga qiynalmaydi. Yo'q, hozircha yaxshi. Yaxshi yordam bo'lyapti xalqimizga. Elektr tarmoqlarimiz hozir juda yaxshi. Xursandmiz. Svetlar o'chmaydi. Mahallamizda hozir jadal o'zgarishlar ko'zda tutilyapti, jadal o'zgarishlar bo'lyapti desam adashmayman. Chunki mahallamizda elektr energiyasi bilan bog'liq bir qancha salbiy holatlar kuzatilar edi. Masalan, shu shamollar, yomg'irlarda svetlar o'chishlari, elektr energiyani yo'qolishlari kuzatilib, 2 kun, 3 kunlab svetlar o'chib qolar edi. Hozir mana bu shu rivojlanishimiz bosqichiga yetib kelganmiz. Bizni shu chakka qishlog'imizdagi Tinchlik mahallamizda ham bir qancha o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti. Shu elektr energiya bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar albatta bizni quvontiryapti. Yaroqsiz holatga keltirilgan shu elektr energiyani stolbalari hozir zamonaviy beton stolbalarga almashtirilyapti. Buni natijasida elektr energiya bilan bog'liq muammolarga albatta bartaraf bo'lyapti. Aholimiz bundan juda mamnun. Shu yerda yashaganligidan, shu o'zgarishlar, shu rivojlanishlar shu yergacha yetib kelganligidan xalqimiz albatta rozi. Bundan keyin ham shu O'zbekistonimizning rivojlanishiga, chekka hududlarga ham alohida e'tibor qaratilishidan biz ham mamnunmiz. Yo'llarimiz bilan bog'liq muammolar ham, suv bilan bog'liq muammolar ham bosqichma-bosqich bartaraf bo'lyapti. Nasib bo'lsa, bundan keyin ham bizni Tinchlik mahallamiz yanada rivojlanishiga ishonamiz. Xalqimiz bundan albatta mamnun. Shu elektr energiyasini tejash maqsadida hozir quyosh panellari o'rnatilyapti. Biz ham o'sha narsaga befarq qaramagan holda o'sha quyosh panellarini o'rnatib, o'sha elektr energiyasi bilan bog'liq muammolarni yanada bartaraf qilishga o'z hissamizni qo'shyapmiz. Hozir shu Tinchlik mahallamizga ham quyosh panellari o'rnatilgan. Bundan tashqari fuqarolarimiz ham o'zlarini tashabbusi bilan o'sha quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha bizaga o'zlari murojaat qilib kelyapti. Endi o'sha aholimizga ham o'shani tatbiq etib, quyosh panellarini o'rnatishni ko'zda tutyapmiz. Nasib bo'lsa, kelajakda jarayonlarni ham amalga oshirib, yanada rivojlanishga harakat qilamiz. Elektr energiyasini tejash maqsadida qo'yiladigan quyosh panellarimizni aholi tushunib yetdi. Targ'ibotlar natijasida, tushuntirishlar natijasida bir qancha aholimiz tushunib yetganligi uchun shu o'zlarini yashash xonadonlariga qo'yishda ham o'zlari murojaat bilan chiqyapti. Biz uni ro'yxatini shakllantirib, kredit asosida bu narsalarni ham qo'yish amalga oshiriladi. Albatta bizni mahallamizda shu chekka hudud bo'lishiga qaramasdan sohalarda rivojlanish amalga oshyapti. Shu yo'llarimiz ravon bo'lyapti, shag'allashtiryapmiz. Fuqarolarimiz o'zlarini tashabbuslari bilan shag'allashtirish jarayonlarini amalga oshiryapti. Tuproq, loy ko'chalarimizni chiroyli shag'al ko'chalarga almashtirishga, aylantirishga harakat qilyapmiz. Qishlog'imizga shu yil 2025-yil Tinchlik mahallamizga ichimlik suvi tortildi. Ichimlik suvidan ham xalqimiz juda rozi, xalqimiz minnatdor. Shirin ichimlik suvi yetib kelganligidan juda mamnunmiz. Xatirchi tumani markazidan 20 kilometr uzoqlikda joylashgan Saroy mahalla fuqarolar yig'inida 30 ga yaqin xo'jalik istiqomat qiladi. Mahallada ham aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Bitta transformator va eski simyog'ochlar o'rniga temir beton tayanchlar o'rnatilmoqda. Elektr energiyalari o'chishlari bo'lib turardi, ancha-muncha.
Mana hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Eski to'sinlar olib tashlanib, yangi beton to'sinlar qo'yilib, mana kabelni o'tyapti. Sharoit ancha ilgariga qaraganda ancha yaxshi. Men shu yerda o'zi hozir kichkinagina yangi qishloqchamiz, Dashzona mahallamizning eng chekka hududi. Chekka bo'lishiga qaramasdan meniki e'tibor bor. Bo'lyapti ishlar. Suvlar o'tkazib berildi, ichimlik suvlari yaxshi, sharoitlarimiz yomon emas. Kuz-qish mavsumi mana oldimizda yaqin. Shularni oldini olish uchun, ertaga aholi azoblanmasligi uchun mana xodimlar, ishchilar kelib mana ishlayapti. Erta qishda qiynalmaymiz degan umiddamiz. Bu ishlarni hammasini birdan tugatishda imkoniyati yo'q. Hali yana bor hududlarimiz ozgina ularni ham qilib beramiz deb turibdi. Nasib bo'lsa bosqichma-bosqich bular ham bo'ladi. Televizor, xolodilnik degan narsalar ilgari kuyishlar ko'p bo'lib qolardi, yonish oqibatida. Endi ular bo'lmaydi. Endi hozir bu qishlog'imizda ikkita mahalla bor. Saroy mahallasi bilan Zarbdor mahallasi. Bu hozir bizning elektrik jarayonida bo'lishi 4 oydan beri amalga oshiryapti. O'tgan yilimiz ko'p talafotlar bo'ldi. Tokdan qochib, alovlar yonib, ko'p pojarlar bo'ldi. Ziyon yetkazdi. Shuning uchun davlatimiz inobatga oldidan sharoitlarimizni ko'rib, tortib, kabellar tortib, hamma sharoitlarni skvajinlar urdi, ularga aholi sutdan ancha yordamlar bo'ldi. Mana shag'allashtirish bo'ldi. Hozir endi nasib bo'lsa asfaltlashtirishga ham ular ber bog'layapti. Yangi transformatorimiz tok ekonom bo'ladi. Ko'p joyda yoshlar kompyuter bilan shug'ullanyapti. O'shalarga tok bartamol borib turadi. Uzilishlar bo'lmaydi. Hadeb elektr energiyani borib bezovta qilolmaymiz. Yaxshi ishlayapti. Tok hozir uzilishlar yo'q. Qani hammacha shunday shifrovoy mana kabellar bo'lsa, tashishlar bo'lmaydi, yong'inlar bo'lmaydi, uzilishlar bo'lmaydi. Mana shu elektr energiyada ishlagan ishchilarimiz, kadrlarimizga rahmat. Tumandagi Quchchi mahalla fuqarolar yig'inida ham kuz-qishga tayyorgarlik jarayonlari davom etmoqda. Joriy yilning may oyida boshlangan amaliy ishlar natijasida shu kunga qadar 150 taga yaqin temir beton tayanchlari o'rnatildi. Mana prezidentimizning sa'y-harakatlari va rahbarlarimizning ma'lum tashabbuslari bilan yurtimizda obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Jumladan mana bizning Quchchi mahallamizni tarixini oladigan bo'lsak, Quchchi mahallamiz o'zbek urug'ining bitta urug'i bo'lib, shu nomiga qo'yilgan. Ushbu mahallamizda hozir obodonchilik ishlari olib borilmoqda. Jumladan qishlog'imizdagi ichimlik suvi va elektr energiyasi masalalari bo'yicha hokimimizga murojaat qilingan paytda hokimimiz buni inobatga olib, mana shu bugun obodon ishlarini amalga oshiryapti. Mana ko'rib turganingiz elektr tarmoqlari xodimlari stolbalarni o'rnatib, liniyalarni tormoqda. Hozir xalqimiz ichimlik suvidan unumli foydalanmoqda. Biz bundan minnatdormiz. Mana shu yaqin yillar orasida mana rahbarlarimiz tomonidan ko'chalarimiz asfalt qilindi. Mana ichimlik suvi tortildi. Mana bugungi kunda mana elektr energiyasi o'rnatilmoqda. Va hokazo kelajakda nasib bo'lsa umidvormiz. Bog'cha qurib bermoqchi hokimimiz va'da qilgan, maktab qurib bermoqchi. Biz ulardan xursand bo'lamiz. Simyog'ochlarni biz qo'l bola qilib tortib olgan edik. Mana bugun beton stolbalar qurilib, liniyalar tortilmoqda. Endi tarmoqlardagi o'chishlar nasib bo'lsa, qishki mavsumda bo'lmaydi degan umiddamiz. Qilinayotgan islohotlar hammasi o'z natijasini bermoqda. Mana ko'rib turganingizdek, hamma ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatda bo'layotgan islohotlar, yurtimizda bo'layotgan obodonchiliklar tumanimizda eng chekka qishloqlari, viloyat chekka qishloqlarini ham beparvo qoldirmayapti. Bular siz ko'rgan jarayonlar. Bundan tashqari bizda hukumatning e'tibori bilan juda ko'p ishlar qilindi. Hokim buvomiz keldida xalq bilan sayyor qabulda xalqdan dardini so'raganda xalqimizda shunaqa murojaatlar bo'ldi. Stolbalardan muammo bo'layotganlari, suv masalalarida muammo bo'layotganlari, yo'l masalalarida muammo bo'layotgan narsalar o'sha sayyor qabulda ko'rib chiqiladi. Xalqimizga qilingan va'dasi mana bugungi kunda hammasi ko'rinib turibdi. Xolmi Qudrat qishlog'imizga asfalt yo'l qilish kerak joylarga asfalt yo'llar kelyapti. Hali bular davom etishini aniq xalqimiz ham sezib turibdi. Hukumatimiz ham bee'tibor emas. 2 kilometr joyga ichimlik suvi muammo edi. Ichimlik suvini muammoni Xudoga shukr hal qilib berdi. Undan tashqari mana elektr energiyasida shu uzilishlar bo'lardi. Biz ham eslolmaymiz qachonki bu ustunlar qo'yilganini. Shularga bir e'tirozlarimiz bordi. Mana ko'zlaringiz oldida bu ishlar bo'lyapti. Hammasi tilida ham aytayapti, dilida ham aytayapti. Haqiqatan bo'larkanki degan narsa odamlarning qalbiga yetib keldi. Shu qilinayotgan ishlarga hammasiga
hukumatimizga, boshqa prezidentimizga, rahbariyatimizga, mas'ul xodimlarga xalqimiz nomidan xursand bo'lib minnatdorchilik bildirib qolamiz. Hududimizdagi mavjud transformatorlar bir qator hammasi ko'rilib, yana yaroqsizlari ro'yxatga olinib, ular ham mana bundan keyin bularga ham alohida ajratiladi. Shular bo'lib, nasib bo'lsa, elektr masalasidan kamchiligimiz bo'lmasa kerak. Ma'lumki, quyosh panellari nafaqat tabiiy resurslarni tejash, balki elektr energiyasi xarajatlarini kamaytirish va atrof muhitni muhofaza qilishda muhim rol o'ynaydi. Ular kelajak uchun eng samarali va ishonchli energiya manbai hisoblanadi. Bugun xatirchilik tadbirli kishilar ham buni anglagan holda o'z xonadonlariga energiya tejovchi ushbu uskunalardan foydalanishni afzal bilishyapti. Xurshid Mustafoyev ham bir necha kun avval xonadoniga 50 kilovatlik quyosh panelini o'rnatdi. Tokka ehtiyojimiz ko'paydi. Tejash maqsadida quyosh panelini o'rnatdik 50 kilovatlik. Shu mutaxassislar bilan maslahatlashib, yaxshi, ziyon ko'rganimiz yo'q. Samaradorligi haqida batafsil o'rgandik, yaxshi. Internetdan ko'rdik, ko'plar bilan qo'ygan odamlar bilan maslahatlashib ko'rdik. Shu foydasi bor, ishlayapti. O'zimiz xonadondan otgan tok liniyaga chiqyapti. O'shanga ham plastik ochilib, pul tushyapti. Kuniga nechadir kilovatdan ishlayapti. Issiq bo'lsa yaxshi, baraka topdik. Qo'shnilar so'rayapti, qancha ishlayapti, qanaqa tok chiqaryapti, haqiqatdan bor narsamikan deyapti. Ishlab beryapti, o'zimizning xonadonimizdan ortganini liniyaga chiqarib, pul aylantirib beryapti. Xarajatlarni yaxshi qoplayapti. Tadbirkorligimiz bor, endi mana choyxonamiz bor, choyxonamizga ham qo'yish niyatda biza. Aqlim 50 kilovat o'rnatamiz. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish masalasida tumanimizda hozirgi kungacha 4,5 ming kilovat quyosh panellari o'rnatish ishlari amalga oshirildi. Iste'molchilar tomonidan elektr energiyadan oqilona foydalanish yuzasidan olib borilayotgan targ'ibot ishlarimiz natijasida quyosh panellariga bo'lgan talab hozirgi kunda ortib boryapti. Bu bo'yicha iste'molchilarning murojaatlari, qiziqishlari va savollari kundan kunga ortib, tumanimizda quyosh panellarini o'rnatish ishlari yuqorilab bormoqda. Ayniqsa tadbirkorlik subyektlaridan tashqari xonadon iste'molchilarimiz ham quyosh panellarini qo'yish uchun juda katta qiziqishlar bildirmoqda. Quyosh panellarini joriy etish yuzasidan xodimlarimiz mahallalarga joyiga chiqqan holda targ'ibot ishlarini amalga oshirib, iste'molchilarga joyida tushuntirishlarni olib borib, xonadonlariga o'rnatilgan quyosh panellarini davlatga sotgan qismiga kunlik va oylik iste'mollarini davlatga sotgan iste'mollarini kartalarga tushirib berishlarini ham olib bormoqda. Muxtasar aytganda, Xatirchi tumani aholisini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar kelgusida hududning iqtisodiy o'sishi, fuqarolarning hayot darajasi va umumiy farovonligini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.